Bugungi kunda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar ularning kundalik hayoti va faoliyatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yoshlar masalasining davlat siyosatida ustuvor yo'nalish etib belgilanganini birgina har hafta rahbar va yoshlar uchrashuvlari yo'lga qo'yilgani ham tasdiqlaydi. Shu asosda respublika bo'ylab turli tashkilot va korxonalar rahbarlari tomonidan yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilyapti. Xususan, O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi Bog'i Shamol, Dalvarzin, Savrak va Qo'rg'on mahallalarida istiqomat qiluvchi 40 nafar yosh uchun keng qamrovli tadbir o'tkazildi. Tadbir doirasida yoshlar uchun ma'naviy, ma'rifiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuvlar hamda sayohatlar uyushtirildi. Jumladan ishtirokchilar Texnopark majmuasida bo'lib, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari, mahsulotlar va mavjud ish o'rinlari bilan yaqindan tanishdilar. Ekskursiya o'tkazib berishdi. Barcha ish jarayonlari bilan tanishib chiqdik. Men vaqtinchalik ishsiz edim. O'z mutaxassisligim bo'yicha menga ishlar taklif qilishdi. Bular menga yoqdi. Ish kunlari o'z jamoasi bo'lar ekan bu yerda. Meni yo'nalishimga to'g'rilab ish topib berishdi. Ekskavator bo'yicha muhandislikka taklif qilishdi. Yoshimga ham juda to'g'ri kelar ekan. Boshlang'ich o'zlari o'rgatib yordam berib turishar ekan. Oylik maoshlar ham menga ma'qul. Yaratilgan barcha shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdim va o'z arizamni topshirdim. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgan yurtdoshimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Mazkur markaz bejiz tanlanmagan. Bu yerda yoshlarning innovatsion g'oyalarini ro'yobga chiqarish uchun maxsus laboratoriyalar, robototexnika vositalari va texnik jihozlar mavjud. Milliy bank rahbariyati yoshlarni nafaqat ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtirdi, balki mavjud ish o'rinlari uchun suhbatlar ham tashkil etdi. Natijada bir qator yoshlar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rib, ishga joylashish uchun ariza topshirdi. Ayrimlariga esa ish takliflari bildirildi. Yoshlarimiz Texnoparkni har bir ish jarayonlarini kuzatib borishdi. Kuzatish davomida o'zlari qiziqqan sohalarda anketa so'rovnomalarini to'ldirib, bir nechta yoshlarimiz shu kunning o'zida ishga qabul qilinish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida ishsiz ayollarni bandligini ta'minlash maqsadida tikuv mashinalari, ishsiz yigitlarni bandligini ta'minlash maqsadida motokultivatorlar o'zini bandligini ta'minlab, kichkinagina bo'lsa ham tadbirkorlikni, yangi biznesga qadam boshlashlarini guvohi bo'lmoqdamiz. O'ylaymanki, yoshlarimiz bunday imkoniyatlardan foydalanib, o'zlarini, kelajaklarini to'g'ri yo'lga qo'yib oladi degan umiddamiz va ularga yordam berishda biz ham birga yelkadosh bo'lamiz. Islom sivilizatsiyasi markazi yurtimizning boy tarixi haqidagi ma'lumotlarni o'zida mujassam etgani bilan e'tirof etilmoqda. Kuniga 5000 dan ortiq xorijiy va mahalliy mehmonlarni, turistlarni o'ziga chorlayotgan mazkur maskan faoliyati bilan bir guruh bekobodlik yoshlar ham yaqindan tanishdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi boy ilmiy meros va noyob eksponatlarni o'zida jamlagan yirik majmua. Yoshlar sayohatni markazning shon sharaf zalidan boshladilar. Mutaxassislar hamrohligida ular binoning betakror arxitektura yechimlari, nafis bezaklari va ilmiy boyligi bilan yaqindan tanishdilar. Ekskursiya davomida Texnopark faoliyati bilan tanishib chiqdik. Texnoparkda biz o'zimizni qiziqtirgan barcha bir yo'nalishlardan ma'lumotlar oldik va yoshlar uchun yaratilgan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishib chiqdik. Va shu sexda bo'sh ish o'rinlari mavjudligi uchun o'z arizamni qoldirdim va biz kunning ikkinchi yarmida poytaxtimizda yangi qad rostlar foydalanishga topshirilgan Islom sivilizatsiyasi markazida bo'ldik va bu yerda tariximizni yaqindan batafsil tanishib chiqdik va bu yer menda juda ham katta taassurot uyg'otdi. Biz yoshlar uchun bu tariximizni anglash, bilish uchun juda katta yaratilgan imkoniyat hisoblanadi va biz bundan juda ham minnatdormiz. Sayohat davomida yoshlar birinchi va ikkinchi renessans bo'limlaridan so'ng yangi O'zbekiston, yangi renessans qismida ham bo'ldi. Nafaqat mamlakatimiz, balki butun Markaziy Osiyo uchun muhim loyiha hisoblangan ushbu maskan yoshlar qiziqishini yanada oshirdi. Tadbir doirasida ertamiz egalari uchun ochiq muloqot ham tashkil etildi. Unda O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyati rahbariyati yoshlarning muammo va takliflarini tingladi. Uchrashuv davomida yoshlarni ish bilan ta'minlash,
tadbirkorlikka jalb etish, imtiyozli kreditlar ajratish va barqaror daromad manbalarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, bank rahbariyati yoshlarni nafaqat moliyaviy, balki amaliy maslahatlar bilan ham qo'llab-quvvatlamoqda. Shuningdek, kelajakka qadam loyihasi tomonidan yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va biznes g'oyalarini amalga oshirish imkoniyatlari taqdim etildi. Interaktiv muloqot davomida bir qator yoshlar bank ko'magi orqali tikuvchilik, payvandlash va boshqa yo'nalishlarda daromadli faoliyat boshlaganliklari haqida o'z tajribalarini taqdim etdilar. Tikuvchilik bo'yicha shug'ullanaman. Ish faoliyatimni yuritish uchun Milliy bank tashkil etgan tadbirdan qatnashdim. Kunimiz juda mazmunli o'tdi. Shu uchrashuvda tikuvchilik sohasiga qiziqqanligim uchun menga tikuv mashinasi hadya qildi. Juda ham xursandman. Bizga keng yo'l ochib berayotgan prezidentimizdan minnatdormiz. Sivarchilik bilan shug'ullanardim. Bugun yana qo'shimcha apparatlar berishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa ish o'rinlarimizni yana ham kengaytirib, o'zimizga shogirdlik qilib, yoshlarni olishga, yana ham ko'proq elimizga, yurtimizga foydamiz tegadigan narsalarni ta'minlaymiz. Qayd etilganidek, mazkur tashabbus yoshlarning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik salohiyatini oshirish va jamiyatdagi faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Milliy bank rahbariyati esa bundan keyin ham yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini ro'yobga chiqarish va barqaror daromad manbalarini yaratishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettirishini bildirdi.